Savsav Üçparchalık haqida qissan nomli asardagi eng murakkab, biz eng yoqtiradigan shaxslarning birisi shunami? Undaqda bu yerda savsav zot ijobiymi, salbiymi? Savsavning aql parasi zot qanchalik? Hamda nurg'unlar savsavni bak yoqtirdi. Mayli men biraz zopinda, ayak jiboda maxsus savsav to'g'riliq so'zlandim. Nimishqa? Chunki men asl xaytunjlarga ulanmada savsavning mazmunini asos qilib turib, savsavni chiqish qilib turib, Üçparchalık haqida qissan yishpagan bir mazmun bor, yarim soatdan avroq. Balki buningni burun anglab baqqan fansolarmi ko'p. Hamda mushni bir anglab baqqili mana shu parchalar haqida qissa to'g'risidagi savsav to'g'risidagi mana shu to'liq mazmunni yarim soatdan uzoqda bir taniqli bir anglab baqay degan do'stlar, asl xaytunjlarga ulanmadan necha qo'ygan oddiy pul setib olib, mangu olsanglar bo'ladi. Hamda buni setib olgandan keyin bu yo'qolib ketmaydi. Bir simini guanjo quvasanglar men yo'q hujran chiqadi. Yo'q hujran bilan englar aninkeyinden azan to'xtaydi. Ikkinchi birisi buni setib bo'lgandan keyin bu qandoq anglashni bilmaganlar mash ulanmani qayta bassanglar, yana davomli chiqadi. Yoki shu xaytunjda degan shu xatni akrib, shavchon shuni izlasanglar, izlashni o'qishlar unidardimi. Uning kayni mishak ashtil numurlar o'xshash bandinglar qilgan bo'lsanglar, aslida yig'olmay o'tirdi va yoki voda degandan kirib, o'zinglarning voda dingdan, voda ko'chonga kirsanglar, buning birini setib olganinglar chiqadi. Buning birini setib olib, topolmaganlar mana shunaqa izlasanglar bo'ladi. Bu hargiz yo'qolib ketmaydi. Bir qatim setib olib, menga olsanglar bo'ladi. Rahmat.